Ajo'fat aka, chokolad shirinlikdan ham bir yeb ko'ring-chi. Shunaqa shirinlikni kim bilan yegili kelsa, o'ziga jo'natib, olib bermaguncha azoblani. Bismillah. Ketadi-yu. Joy darajasiga. Mazami yakka yeyish. Alhamdulillah. Bismillah. Voy 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 voy. Voy, yelib ketibdi-ku bu. Por. Alhamdulillah. Kimdir bildi, kimdir bilmadi. Ochobat keldi katta akkauntimizga $50 ga bo'libgan reklamani qarani. Istoriya, post, kollaboratsiya, o'yinda ozgina xizmat qilib berish, loboslarga qatnashish, hashar-pasharga borish. Shunaqa holatda reklama o'tdi. Buni sababi nimaga? Hamada savdo yo'q. O'shani tushungan holatda bizda ham reklamalar past va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing yaxshi effekt beradi, uni hamma biladi. Shuni qo'llab-quvvatlagan hisobini olib, $50 ga katta akkauntimiz, 165 ming TL akkauntimiz 10 million aqibati bilan birgalikda reklama olamiz. Aloqa chiqaringizlar. Xo'p, yangi nomer 50 104 78 77 ga aloqa chiqaringizlar. Sog' bo'lasizlar. Bismillah. Voy. Voy. Sirni ichi buni tortadi-yu. Voy. Yakka yeyish mazada. Lola ichkali filialdagi King Burger mahsulotlari. Alhamdulillah.